Bu mana biza 50-ishtirokchimiz, oxirgi ishtirokchimiz challenge'imizning nihoyasiga yetdi. Shashlik yeyish bo'yicha. Shuning uchun bu akamizni podpiska qilib qo'llayverasizlar. Yana yangi challenge bo'lsin deydigan bo'lsangiz, 5 raqamini qoldirasizlar. 2 kundan keyin finish aniqlaymiz. Eng ko'p prosmotr bo'lganda Revrim suvlar podarka qilgan telefonlar bilan podarkalaymiz. Tushuntiradimi? O, men shashligimiz devordi. Bu oxirgi ishtirokchimiz edi. Menga kun oz o'tdi, men lekin muxlab beramiz. Prosmotr yetgan joyga yetib olsin. Yangi challenge boshlansin deydiganlar 5 raqamini qoldirsin. Davay 2 kundan keyin o'sha nima prosmotri yetib keladi. Qolganini hisobga olmaymiz. Chunki bu bola ham 2 kunga so'radi. Meni prosmotrim qanday bo'ladi? Tushuntiradimi? Podpiska qilinglar. Hammaga tarqatib olinglar. Va nima bu? O'nta shashlikman zot o'tdi edingiz. O'zini aytaymi? Hozir qarindoshlar 2 kilo ochakasi kelganmiz. 10 kishi. O'shaga ketyapman. Qorinaldan ham 3 ta yeb oldim-ku. Samida to'rtamidi? 3 ta yeb oldim. Ketadi. Gap yo'q. Like podpiskani bosib olinglar. Yangi challenge 5 raqamni qoldiringlar.